Assalomu alaykum barchaga. Men bugun qaynonamnikidaman. Mana bugun qaynonam bilan meshil etib bu nima? Oshqozon uchun ovqatlarga solinadi. Oshqozon og'riganda, ko'ngil ayliganda bir qoshiqdan ichilsa sog'likka foydali, oshqozon og'rishini, ko'ngil aynishini qoldiradi. Mana zardoliga o'xshagan narsa. Mana bizda zardol deydi qishloqda. Zardol emas, lekin meshil ekis deydi. Bular meshil. Mana bundoqa xumchasiga solib, kiloga kilo shakar solinadi. Ana biz hozir Omay uri chigimmi kiloning go'yish. Bizlar hozir 10 kilo. Shakar ham 10 kilo, mana meshil ham 10 kilo. Koreyada borlar qilsa bo'ladi buni. 근데 이거 담궈 놓고 며칠 기다려야 돼? 100일. 3oy. Mana 3oydan ham o'tib 100 kun bo'lishi kerak ekan. Ana pika 100 kun davomida mana shu xumchada to'xtaydi. Keyin suvi chiqadi buning. Rosa anaqa dorivor suvi chiqadi. Shu suvini olib ovqatlarga solishadi. Men o'zim ham ko'p foydalanaman. Buni hozir qaynonam bilan ikkimiz birga ishlatamiz. Men uyimda bor, o'zim oldin kelib qilganim. Yo'l qilmadim, qaynonam bilan birga qildik bugun. 엄마가 설탕 다 담아야 돼요? 10kg 1대1이야. 1대1이요? 키로에 킬로 썰으시 계획이야. 샤카리야. 하나. 오케이. 그럼 여기서는 100일 동안 담은 거 있어? 뚜껑은 없어요? 있지? 뚜껑 없어. og'ziga qopog'ini qo'yib 100 kun davomida kutish kerak. Agar 100 kundan ham ko'p, men 1 yil davomida qo'yganman. 1 yil qo'ysa yanada mazali, shirin bo'ladi. Rosa mazasi boshqacha. Sizlar ham Koreyada kim yashayotgan bo'lsa, shundan olib qilib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Ovqatlaring ta'mi ham o'zgaradi, rosa shirin bo'ladi. Keyin sog'lik uchun ham foydali ichib tursa. Kuniga bir qoshiqdan rosa ham zo'r. Oshqozon, ichak kasalligi bor hamma. Shuni tayyorlab, yeb ichib yursa bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, hamma.